Bosib yuboradigan joyimi deyman-da, zilchi akalarim. Videoga bitta tirsiz bosib qo'ying. Zilni qarang. Holatini qarang, uni turishini. Yopilishini qarang, mana qarang. Gelikka eshigiga hijolatli deyman-da. Bitta laykchani bosib qo'ying. Xo'p, mashinamiz 1986-yilda ishlab chiqarilgan, to'g'rimi aka? To'g'ri. Keling, motor qismini ko'rsatay birinchi. Keling, bu yoqqa. Kelib bu yoqqa. Motori qarang, ishlashini qarang, buni ishlashi, jonivorni ishlashini qarang. Voy. Noldan yig'ib qo'yishdi lekin, bor noldan mana. Atsek qarang. Hop, buferlarigacha mana. Keling endi bu yoqqa, faralarni qarang. Polni ledla qo'yib qo'yibdi. Tagidagilari ham polni yonar ekan. Endi bu balon holatini ko'ring. Qashti 100% ekan baloni. Keling endi. Ko'ryapsizmi? 1, 2, 3, 4 Xitoy gaz balon. Ramalarda umuman trishinasi yo'q ekan. Yorilmagan ekan ham. Balon qarang, 100% yangi ekan, xudo xolasa. Kuzov holatini qarang. Mana og'ini shunday ishga chiqib ketgan deyaptimi? Keling bu yoqqa. Ha, faralarni qarang, zil deb yozib qo'yishdi bor. Lekin bor, zilchi akalarim, qalban sizlar bilan birgamiz, bilasizlarmi? Lekin like tushani bitta bosib qo'ymasangiz bo'lmaydigan joy. Keling. Xo'p. Qarang, mana bu tarafini ham, men ikkita balon ikki qilagan, lekin ikkalasi ham holat yangi ekan. Salon qismiga borib kirishdan oldin bitta like bosing. Jaydari insonmiz-ku, bosib qo'yavering, xursand bo'lib qolamiz. Keling. Qarang salonni holatini. Kolonka, mafon, chexollar, qo'shalar hammasi qilib qo'yilgan ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Bunda bosh qo'yib, suyanib ketadigan podushkalarni ham qo'yib qo'yishdi. Keling, bu yoqqa keling-da, ham shumkani qarang. Qo'lni shumka qilib chiqibdi. Xullas, egalab borib 8,5 ming qo'yib bering deb kelishdi. Yo'q aka, 5 ming, 5,5 ming, 6 mingga zil qo'yib sotamiz deymiz. Shu akalarimiz Parkentdan kelishdi. 6,5 ming dollarga qo'yib beramiz, lekin laykchani bostirib, siraz bostiradigan joy. Noldan chiqishgan ekan boshdan. Bosinglar.